Ikki yigitdan qochib kelayotgan qiz nechun begona suvoriydan qochmagan ekan? Begona suvoriy yo'lin to'ssa, qiz bechora ne qilsin? Hali qiz bechora begona suvoriy o'z otiga mindirib majburlagan hamdir. Deyishi aniq.
Qo'lidan mahkam ushlab, qizni egarga olgani suvoriyning esidan chiqmasin. Qizning esidan chiqmasinki, bora borguncha suvoriyning kamaridan qo'lini olmagan. Qo'lini olar ersa, otdan yiqilib tushmog'iga nahot suvoriyning aqli yetmagan. Aqli hushi boshidan uchgan edi-da. Nechun uchgan ketgan aqli hushi? Sizni qizni osmondan tushgan pari deb o'ylagandi. Oyday husni jamolidan o'zini yo'qotib qo'ygan. O'zini yo'qotib qo'yib, otga mindirgan u kimligini ham aytmagan. Ko'cha boshiga tashlagan u ketgan. Qizni gap so'zga qoldirmay deganda. Endi eshigi oldiga kelib olib, gap so'zga qoldirishi o'ylamasmi? Gap so'z bo'lguniga qadar sovchi yuborar. Voy voy, gaplarini qarang. Sovchi yuborishdan oldin otam ularni oldiga solib quvlashin o'ylaganmi? Fig'onu nola qilsam ayb emas gar yordan ayro. Ki bo'lmas tushsa bulbul nolasiz gulzordan ayro. Taajjub qilmangizlar, telbarab sahroga yuzlansam, ki man devonadurman, ul pari ruxsordan ayro.
yuz ochib kelgan butun bazmiga dilbar mu ekan, yo shabi qadr ichra tuqqan mohi anvar mu ekan, yo'qsa jannat gulistoni ichra kavsar mu ekan, jilvagar bo'lgan qadi zebosimu azmim ekan, yo erambog'i aro zebinda armu ekan, lablarida so'zmu erkan yetkirur jonimga zavq, yo'qsa yoqudi tun sorg'oda shakkarmu ekan, zulfumu erkan uzori uzra bo'lg'on jilvagar, yoki gulshan ichra butgan sunbulu tarmu ekan, kipriki erkonmu ul ko'z tebratur har dam oni, chekkan ul kofir va yo qatlimga hanjarmu ekan, ko'nglim erkanmi mudom ul yuz hayoli andadur, yo quyoshning aksi tushgan sof mazharmu ekan, qosid erkanmu ki turgan yorning payg'omini vahiy keltirgan va ya nomusi akbarmu ekan, ogahi nazm aylagan so'zdirmu lali vaslida, yo chekilgan rishta serob gavharmu ekan. Kecha ular kulbayi ifzonga keldi, Kunni chidamay nolayu ahvolga keldi. ko'kdan tilagan komil bo'lib yerda muyassar. Xurshid ochib chehra shabistonga keldi. Xurshid ochib chehra shabistonga keldi. Shoharo bo'lsam ne ajab, endi g'anikin yo'g'ay.
qadim edi baqa shu kim bilmederde saldım canım araqa şu gözün yâre. Assalomu alaykum qadrli musiqa shinavandalari. Navozanda dasturimizning navbatdagisini mumtoz ijro bilan, chiroyli bir talqin bilan boshladik. Bugun musiqiy mavzuyimizni mashhur shoir, atoqli adib Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy ijodiyotining musiqiyligi, uning g'azallarining milliy musiqamizdagi o'rni bilan bog'lanadigan mavzuni tanlaganmiz. Buning uchun albatta mana ustozlar, san'atkorlar, navozandalarimiz bugungi dasturimizni chiroyli mulohazalar va ijrolar bilan bezaydilar. Hozirgina tinglagan talqin O'zbekiston xalq artisti Matyoqub Rahimov va yonlarida taniqli navozanda, xonanda va sozanda Hayitboy Bobojonovlar ijrosida sizga yetkazilyapti. Endi bu san'atkorlarning ijrochiligini bizdan ko'ra menga mana hamrohlik qilayotgan san'atshunoslik fanlari falsafa doktorlari, musiqashunoslar Botirboy Rahimov va Rustamboy Boltayevlar juda yaxshi mulohazalar bilan yetkazib biladilar. Botirboy aka, mana hozir dadangiz Matyoqub Rahimov va Hayitboy ustozning kuylagan talqini bilan boshladik. Buni boshlaganimizning ham bir mohiyati bor. Bugun Firuz turkumlari va unda Ogahiyning so'zining ahamiyati va ijro uslublari, an'analari xususida so'z yuritamiz va ana shu hozir tinglagan ijroda ham qandaydir bir sir bor. Shuni o'zingiz ochib bersangiz endi. Endi xalqimizda shunday bir ibora bor, sabab bilan savat aravaga chiqadi deydi. Albatta. Endi bu ashula nima uchun bu Firuz deyilgan? Aslida o'zi Firuz bu muqaddas bir tosh, qimmatbaho tosh yoki bo'lmasam Xorazm naqqoshlik san'atida qo'llanilgan ranglardan biri. Endi bu Firuz ashulasi Xorazm maqomlari qatoridagi shu davrlardagi ijod qilingan ashulalardan biri bo'lib, bu turkum shaklida bizni davrimizgacha yetib kelgan. Endi bu ashula to'g'risida juda ko'p afsonalar, juda ko'pgina rivoyatlar, ustozlarning aytgan juda ko'pgina xotiralari mavjud. Men endi shu Firuz ashulasi haqida musiqashunos olim Otanazar Matyoqubovni mashhur baxshi, bola baxshida yozib olingan so'zlarini va uni mana shu maqomat kitobiga kiritilgan jumlalari bilan boshlab o'tmoqchiman. Mana Xiva xonligida xonlik qilgan juda ko'pgina xonlarning deyarli barchasi musiqa va san'at bilan shug'ullangan. Ayniqsa mana Madaminxon vaqtida, Alloqulxon vaqtida o'sha 19-asrda musiqa san'ati juda ham yuksak darajalarga erishilgan. Mana tarixiy manbalarda yozilganki, Alloqulxon davrida o'sha Muqaddas Sulton bobo atrofida katta bir sayrlar qilinib, o'sha shilpiqqalarning tepasiga chiqib 40 ta sunnat chaldirib, butun Xorazm voqasiga o'sha katta sayrlar bo'lganligini qildirganlar. Keyin qolaversam, mana shu ashulaning yaratilishining sababi Madaminxon Xorazm maqomlaridan Segoh maqomini juda ham sevib tinglagan ekan. Ayniqsa naqsh qismini. Har doim aytadi ekanlarki, bu qismi tilloq qismi, bu qismi uzik qismi der ekan va bir kuni shunday saroy ahliga, saroydagi sozanda, hofizlarga shunday bir nima qilganki, taklif qilganki, o'sha Segoh maqomini naqsh qismiga bitta nazira qilinglar. O'sha Ogahiy ustozni g'azalini deyilgan. Va o'sha saroydagi sozandalar va hofizlar bir qancha vaqt ishlagandan keyin uni nomlanishini hech bir nimaga keltira olmaganlar. Va oxiri o'zlari shunday fikrga kelganlarki, keling shuni xonni o'zidan so'raymiz nomlanishini deb, o'sha Ogahiyning g'azali bilan yangi bitilgan ashulani, ya'ni Segoh maqomi naqsh qismiga nazara qilib bitilgan ashulani ijro qilganda Madaminxon aytgan ekan, bu oltin uzukka qo'yilgan ajoyib ko'z bo'ldi,
bu oltin uzukka qo'yilgan naqsh bo'lgan. Shuning uchun buni nomini Firuz deb nomlaymiz deb nomlagan ekan. Va o'sha davrdan boshlab bu ashulalar butun to'y bazmlarda, kichik majlislarda, keyin davralarda Firuz nomi bilan aytilib kelingan. Endi bu ashulani boshqa ashulalardan farqli tomoni bu yerda mana Rustam aka hali o'sha nima qilganda to'xtalib o'tib ketadilar. Qo'sh naqsh usuli qo'llanilgan. Boshqa ashulalarda bu narsa kamlagan uchraydi va bu yerda asosan o'sha nimada Buxoro an'analarga xos bo'lgan avji turk avjlari ishlatilgan. Bu degani o'sha avjdan keyingi yana bitta avjlar qo'llanilgan. Lekin ijrolarda bular ustozlar tomonidan turli shaklda, turli holatda ijro qilingan. Va mana shuni nima qilib aytishimiz mumkinki, hattoki shu vaqtda Madamiyxon iltimos qilgan ekan, endi bu bir turkum bo'ldi. Sizlar buni shunday qilinglarki, o'sha naqshi segoqni katta Firuz, undan keyingi keladiganlarni Firuz deb ijro qilinglar deb turkum qilgan ekanlar. Va shu bilan bu qo'shiqchilik san'atidagi bir gultoji bo'lgan yangi bir ashulalar bitirganligi haqida manbada yozib o'tilgan. Mana Firuz haqida bir chiroyli ma'lumotni berdingiz. Muxlislar ham xursand bo'layotgan bo'lishi kerak. Endi har safar, har gal, har zamon biz Firuzlar haqida gurung qilganimizda qaysidir manbalardan ma'lumotlar keltiriladi. Lekin hozirgi ma'lumot boshqacha bo'ldi. Endi bular turkum deb aytayapsiz mana. Lekin bularning o'rinlari ham almashib aytiladi. Birinchi yo ikkinchi yo uchinchi mana shunday jihatlari ham bor. Rustam aka ustozdan iltimos qilamiz endi uslublar, usullar, uning ladlari va ohangi bilan bog'liq bo'lgan ijodiy jarayonlarni gapirsalar. Rahmat. Assalomu alaykum. Endi shu Firuz haqida gaplaganda, hozir Botir aytib o'tdi, naqsh maqomi segohga nazira qilinganda. Qo'sh naqsh deydilar. Bundan shu qo'sh naqshda bastalaganlar Firuzlarni. Endi shu Firuzlarni bastalaganda keyin mana Firuz 2 deymiz-ku, oldim keladiganda bahs ko'p bo'ladi. Birinchi bir keladimi yo ikkinchi keladimi? Uning sababi bor. Chunki Firuz 2 ashulasi aslida o'zi muqaddimada kichkina narsa, katta narsa emas u. Bir oktava orasida ijro qilinadi. Ya'ni ashulachi ovozini sozlab borish o'ziga bir to'g'ri kelish uchun shuni aytib, masalan, keyin Firuz 1ga o'zi bog'lanish kerak. Siporishi bor-da. Siporish orqali Firuz 1ga keladi-da. Lekin hozirda amaliyotda unaqa emas, ha? Endi ijrolarda shunday narsa bor. Turkum ijro bor. Ha, to'g'ri. Ya'ni konsert ijrosi bor. Konsert ijrosida ashulachiga bor. Oxirida o'zi bir nam aytish mumkin, bir siram aytish mumkin. U ayb emas, u xatolarga ketmaydi u. Agar turkum ijro bo'lsa, uni joyiga qo'yib aytsa to'g'ri keladi. Shu bilan farq qiladi. Yo'q, hozir ustozlarda ham bor. Mana O'zbekiston xalq hofizi Farhod aka Davletov aynan shu siz aytayotgan uslubda kuylayaptilar, eshitganmiz. Juda to'g'ri. Otajon akani 80-yillikka boshlangan 50 qiladagi tadbirda bo'ldik. Xuddi shunday Firuz ashulasini Farhod aytdi. Bu yerda Firuz 2ga o'sha xalq ichidagi mashhur bo'lgan Firuz 1ni g'azalni qo'yib aytdi. G'azalni bu mushkul qasam. Chunki ustozada shunday ustochilik bo'lganki, mana Rustam akam aytganidek, bularni qachon turkum qilsalar, oldin katta Firuzni o'sha naqsh segohni, uni ketidan hozirgi Firuz 2-ni, uni ketidan hozirgi Firuz 1-ni aytib, buni turkum qilib ijro qilish an'anasi bo'lgan. Lekin alohida aytgan vaqtida bularni qaysi biri, qaysi ikkinchi emas, har biri o'ziga xos bo'lgan. Endi bularda yana bir shuning nima bo'lgan? Ustalar uni har xil naqshlarni qilganlar, har xil qachilmani qilganlar Firuz ashulasini ijro qilganda. Men yaqinda bir shunday nimaga guvoh bo'ldim. Respublika radiosiga bir ilmiy ish bilan borib biz yozuvlarni ko'rgan vaqtimizda bitta kasetani tepasiga yozib qo'yibdi, efirga berilmasin deb. Tagiga o'sha rejissor falonchi rus ismi familiyasi yozilgan, pastida nimasini qilib qo'yibdi. Usuldan chiqqan deb yozib qo'yibdi. Lekin bu haqiqatan ham biz yaxshilab tiniydigan bo'lsak, bu usuldan chiqqan emas. Marhamat, mana o'zim bilan olib kelganman, o'sha rejissyorlarda iltimos qilsangiz, o'sha Hajixon Boltayev bilan Nurmuhammad Boltayevlarni Firuz 2si bor. Xuddi o'shanaqa narsa mana shu nimada qo'llanilgan. Hozir ozgina tinglab ko'ramiz agar bizni anglagan bo'lsalar. Müşkilin kaşının hayatı Ul çeşmi cellat
üstüne kadlı çünler kirtürey niltberse üstüne yar yarey Qadrli muxlislar, mana chiroyli ijrodan tinglab oldik. Boturoy ustoz ta'kidlayotgan ijroda qandaydir usuldan chiqish holatlari bo'lgan deb hali manbaga yozib qo'yilganligini aytdilar. Endi hozir isbotlamoq o'tsak, bu joyda nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri qilib ular o'zlarining tasavvurida shunday qabul qilyapti. To'g'ri, bu yerda mana naqsh, qo'sh naqsh usulini ular boshqacha qilib ijro qilganlar. Tak, taka, tak, dum, dum, tak deb. Ya'ni Ikkita gum tak, bilan. dum, dum ikkita gum bergandan keyin qo'sh naqshni buzgandek ko'radi, lekin buzilgan emas u. Bu ham bir usulning yangi bir naqshini ko'rsatib berganlar-da. Bu bilan buzilmaydi u. Yana mana Feyruz 2dan keyin Feyruz 1ni aytganda Hajixon akalar bitta yo'li bor. Nasrga qo'yib aytganlar ham. Nasr usuliga. Endi nasr usuli qo'sh naqshdan boshqacha u. Bu yerda kuchli hissa bilan kuchli hissalar o'rni olishib ketadi. Buni eshitgan odam umuman bular buzildi bu, lekin buzilgan emas ular emas. Masalan, takka gum rattak ta gum bu naqsh emas bu. Bu nasr usuli bu. Mana shunga qo'yib aytganlar ham endi bunga juda ustachilik kerak, bunga juda katta bir tajriba kerak, shundagina aytiladi. Ustozlarda ustazodalik juda ham bir kuchli, yuksak. Mana kimdir xato deb qabul qilyapti. Mana ustozlarning an'analarini qabul qilgan san'atkorlar ijro an'analariga qo'shgan. Yoshlar buni eshitib, tinglab o'rgansa arziydigan narsa. Bu musiqamizning, ayniqsa Firuz turkumlaridagi ijodiyotning bir o'ziga xos murakkab rang-barangligi deb qabul qilsak bo'ladi. To'g'rimisizmi? Rahmat Boturoyga milliy musiqamiz san'ati ana shu ustozlarning chiroyli talqinlari-yu bizga qoldirgan meroslari bilan rang-barangdir. Mana bugun ham Firuz qo'shiqlarining, turkumlarining rang-barangligiga uslublar, ohangi va aytım yo'llari bilan bog'liq fikrlarni muxlislarga yetkazyapmiz va ikkinchi yana bir mavzumuz borki, e'lon qilganimizdek, Muhammad Rizo Yerniyozbek o'g'li Ogahiyning bu musiqiylikka ta'siri. Ana hozir Rustam akam bu mavzuni davom qildirsalar, albatta hali fikrlarimiz juda chiroyli davom etadi. Rahmat. Endi Ogahiy bobomizga kelsak, mana Xorazm 6,5 maqomimiz bor, tambur chizig'ilari bo'yicha. Shunda Feruzxonning o'zi katta anjuman qilib so'z matnlarini tanlaganlarida birinchi rost maqomiga Munis Xorazmiy g'azallarni qo'yganlar. Shu bilan boshlanib ketgan rost maqom. Eng oxirida uforisi bor. Dilbas, hayoli, ruhi u kardu chaman shud deb Ogahiy bobomizning forsiy g'azalini qo'yganlar. Biz ham o'rgangan paytda talabalar bilan biz endi Xorazmda forsiy g'azal o'qimak qiyin-da, tojikchada. Tillari kelishmagandan keyin Xudo rahmat qilsin Matnazir Abdulhakimning tarjimasi bor ekan. Shu g'azalni tarjima qilgan ekan. O'sha tarjima orqali biz ruhsori umidunda yurak bog'u chamandur deb shu bilan o'rgatganmiz-da. Ana shu Ogahiy bobomizning g'azallari bilan boshlanib tamom bo'ladi rost maqom. Va ikkinchi Navo maqomida hammasi Ogahiy bobomizning g'azallari bilan o'qilgan. Mana bu mumtoz san'atning tutgan o'rinlari bu. Endi Feruzdagi mana Feruz Ashullosi bo'ldi-ku yuring. Shunda bir chiroyli narsa bor. Bu nozik joy. Agarda turkum qilib ijro qilganda, masalan, Naqsh maqom Seygoq, Feruz 2, Feruz 1 keyin bu ketsa bilinmaydi. Hech qanday hammasi bir-biriga ulanib ketaveradi. Agar Feruz 1ni o'zini tahlil qiladigan bo'lsa, buni boshindagi daromad qismi yo'q. Miyon xatdan boshlanib ketadi. Daromadga sarparda birinchi boshlanishi randaladan, dandaladan, dan. Mana shu pardadan boshlanmaydi-da shunlar. Buni to'xtatganlar-da, miyon xatdan boshlab ketganlar. Ya'ni kvinta balandlikda mushkil deb tepadan keladi bu. Endi buni aslida shunday bo'lgan bo'lsa, o'zi bo'lgan ekan u. Daromati ham bo'lgan ekan. Nechikdir keyin bir o'rgatilganda, endi ustozlardan eshitganimiz va Ozodbek Ibrohimov aytib bergan uni.
shu Nazira opaga o'rgatgan paytda pastga daromadi yaxshi ishlanmagan shu bilan miyonxatdan boshlab ketgan. Demak, hozir daromadi uncha qo'llanilmaydi. Qo'llanilmaydi, qolib ketganda. Ha. Shular ham bor. Ha. Yana bir joyi bor. Mana shu Feruz Ashulolarining tuzilishini olsa, ichki tuzilishini keladigan bo'lsak, Shosh maqomi ikkinchi guruh sho'basiga yaqinroq. Navbati murattabga tegmaganlar unga. Chunki u qonunlashtirilgan tan maqomlarimiz bor, ularga tegmaganlar. İkinci guruh sho'basiga o'xshab ishlagan. Ya'ni bir xonani ichini olsangiz, A jumla, keyin B jumla keladi. O'sha B jumla bozgo'yda, ya'ni naqoratda har safar kelaveradi-da. Bu nimaga xos, ikkinchi guruhga xos bo'lgan bir endi bu yerda maqomlariga qaraganda erkinroq ijro bo'lganda. Ha, erkinroq. Chunki maqomlarda hammasi qonuniyat. Mana aytib turibdi-ku, chunki Feruz ham g'azallarni tanlagan vaqtda qarang, birinchi Ogahining ustozini g'azalini nimaga qo'ygan? Birinchi maqomga. Rost maqomga. Rost maqomga. Ikkinchi Ogahining g'azali. Undan keyin boshqa maqomga boshqa shoirlarning g'azallarini ko'p o'qiganlar. Erkinroq deganda nimani tushunishimiz mumkin? Xonanda, ijrochi bu yerda erkin qandaydir uslubda. Chunki mana maqom yo'lidagi narsalarni olsangiz, deyarli barcha hofizlar bir xil aytgan. Hamma qismlarini boshqa. Lekin bu yerda mana hozir aytib turibmiz-ku, qaysi birinchi, qaysi ikkinchi yoki bo'lmasa, qaysi birisida usul oldin boshlangan, qaysi birisida usul keyin. Shu joyi bilan erkinligi bor. Bu yerda erkinlik. Bu yerda erkinlik. Ana shuning uchun ham bu asosan o'sha ijodkorni, ijrochini erkinligiga qo'yib bergan narsalardan biri. Mana buyuk hofiz Komiljon Ataniyozov bundan ilhomlanib, o'zi Safta Feruz degan Feruzni ham yaratganlar. Ana shuning uchun ham hozirgi kunda agardagi Feruz turkumlarini oladigan bo'lsak, bular 4 ta bo'ladi. Albatta. Turkum qilib ijro qiladigan bo'lsak, 4 ta Feruzni borligini ifodalash mumkin. Bugungi kunda aytayapsiz, mana 4 ta Feruz xonandalar ko'pchilik ijro qilmaydi. Shu ikkitasi bilan cheklanadi. Biz istardik, bugungi yoshlar buni targ'ib qilib o'z ijodiyotiga, repertuariga kiritsalar, muxlislar ham quloqqonda bo'lsa, bu narsaga o'zining ko'nikmalari oshadi. Albatta, ham ogahiga bo'lgan, ham ijrochiga, ham milliy musiqamizga bo'lgan bir targ'ibotlarga bo'lgan munosabat yuksaladi degan niyatim bor. Qadrli muxlislar, bugun navozandalar o'zlarining chiroyli talqinlarini ana shu biz e'tirof qilgan mavzu yo'nalishida chiroyli ohanglarni sizga taqdim etadilar. Albatta, men bilan ham suhbat bo'lgan mana ustozlarimiz, san'atshunoslik fanlari falsafa doktorlari Botirboy Rahimov va Rustamboy aka Boltayevlarga minnatdorchilik bildiramiz. Bugun ijrolarni taqdim etishga hozirlik ko'rgan san'atkorlarimizni ham e'lon qilib o'tsak, bugun Xorazm maqom ansambli jamoasi, xususan O'zbekiston va Qoraqalpog'iston respublikalari xalq artistlari aka-uka Eshonovlar boshchiligidagi ijodiy jamoa, xonandalar, sozandalarimiz, navozandalar ishtirok etadilar. Ularning dilxush taronalari bugungi fayzli oqshomingizga, istirohat damlaringizga fayz ulashsa ajab emas. Biz esa siz bilan hozircha shu joyda xayrlashamiz. Musiqa sizga doimo hamroh bo'lsin. Marhamat, dasturlarimiz davom qiladi.
gul yüzü gül nigarning mehri jamolini ko'ring. Mehri jamoli ustida ikki hilolini ko'ring. Ikki hilolini ko'rib qonmas mehringiz agar safhai orazi uza nuqtai holin ko'ring. Nuqtai holin ko'rib sabr eta olmas ersangiz husni jamoli bog'ida qaddi niholini ko'ring. Qaddi niholini ko'rib ko'nglingiz etmasa qaror, jon ko'zi birla baqubon lali zilolini ko'ring. Lali zilolini ko'rib joningiz essa istirob, chorai holingiz uchun shaxti maqolini ko'ring. Shaxti maqolini ko'rib topmasa chora holingiz nuqtaga lab achar chog'i g'unji dalolini ko'ring. G'unji dalolini ko'rib istasangiz murodi dil ogahidek quchib belini ayshi kamolini ko'ring.
Hoplardindur ul oy qilmoqda
mustasna vafo. Kim mening sha'nimda qilmas hech ish illo vafo. Ul pari jismin vafo birla mujassam aylamış. Garchi Tangri bermamış husn ahliga aslo vafo. Kom surmoq peshadur bazmi visol ichra manga. Mehribon yorimga bo'ldi rasmu odat to vafo. Kecha u kunduz vafodin ayru topmas men oni. Tavomon tug'ishmurdur ul oy ila go'yo vafo. Dil rabolar garchi aylar shafo ushoqiga. Dilbarim har dam qilur man hastaga ammo vafo. Shukrini naylab qilurman kim menga har dam ishi. Yo karamdur yo muruvvat yo inoyat yo vafo. Vaslidin har va'da kim qildi zamoni o'tmayin. Ayladi ul va'daga ul dilbari dono vafo. Haq taolo uz kalomida dedi ufu bi ahd. Barchaga lozimdir etmak ahliga amdo vafo. Ogahi tesh dahri dundin bo'l vafoliq yor ila. Kim zamoni aylamas hech kimga bu dunyo vafo. Aman ey aman. Aha gani dağlar Ağırlıklar karsız bulmaz. Yigit başı aman bulsa yarlı bular yarsız bulmaz. Aman ey aman. Bana aşık
kamını